Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuh. Kaderlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlarım. Men Abdulaziz Beştoğrak, İstanbul'dan Bayrampaşa'daki tedbir şirketimizden sizlarga tedbiriyar Facebook sizin derslerinde Erkin Sıdıq akimizning 5. qism kitabı bo'lgan G'oliblarning xarakteri ve saboqlari degan kitaptan psixologik urush to'g'riliq 4. dersimizni başlamalımız. Bu bölümde psixologik urushning turlarini birlikte öğrenip ötümüz qadrli qarindoshlar. Bu mazmunlar başqa yerlardan emas, şu Erkin Sıdıq akimizninki to'rida nashr qilgan G'oliblarning xarakteri ve saboqlari deb keyin bizning tadbir nashriyoti tarafidan nashr qilingan 5. kitobi bo'lgan G'oliblarning xarakteri ve saboqlari degan kitobning 261. betdan 276. bet qo'daymi aşağıgacha bo'lgan araliqdagi mazmunlarni sizlar bilan o'rtoqlashishni xohladim qadrli qarindoshlar. Qoluqonla sin dersimizde, tedbiriyayi sin dersimizde diqqatinglar psixologik urushda bo'lsin qadrli qarindoshlar. Psixologik urushning o'xshamagan turlari. 2015 yılı 5. ayının 15. günü internette nashr qilingan bu taqiqlangan. Men oldingi 4 parcha maqolamda bir davlat yana bir davlat ustidan bir hokimiyat yana bir hokimiyat ustidan yoki bir millat yana bir millat ustidan elib boradigan psixologik urush va ag'diruvchilik haqida umumiy tushuncha berib o'tdim. Psixologik urush bir cho'ng pan bo'lib, uning nurg'unlagan kichik tarmoqlari bor. Bu tarmoqlar ishlatilgan taktikalar va urushning nishonlari qatorliqlarning o'xshamasligi bilan bir-biridan farq qilinadi. Ba'zida o'xshamagan tarmoqlarning chegarasini aniq ayirish bir oz tez bo'lib, odatda bir guruh kishilar yana bir guruh kishilar ustidan psixologik urush elib borganda, shu o'xshamagan tarmoqlarning hammasidan o'xshamagan darajada foydalanadi. Men mazkur maqolada ashundoq o'xshamagan tarmoqlarni qisqacha xulosalab o'taman. Maqsadim o'qirmanlarga dunyoda mundaq ishlar bor degan narsani bildirib qo'yishdan iborat. Aslida men bu qatim tunishtiradigan psixologik urushning o'xshamagan turlarining har birini to'liq tushuntirish bir parcha uzun maqola yozishni talab qiladi. Ammo men yozmoqchi bo'lgan boshqa temalar yana xili ko'p bo'lganligi onun ustiga odatdagi o'qirmanlar bundaq temalardagi cho'nqur va tafsiliy mazmunlarga ancha qiziqib ketmaydigan bo'lganligi uchun men psixologik urushning o'xshamagan turlari haqida undaq tafsiliy to'xtalib ketmayman. O'qirmanlar psixologik urushning o'zlari qiziqadigan turlari ustida o'z oldiga izlanib o'rganish qilsa bo'ladi. Mazkur maqola ashundaq qarindoshlar uchun bir yaxshi bosug'idan kirish materiali bo'la oladi. Tövende men psixologik urushning o'xshamagan turlarini tanishtirishni boshlayman. Miyada bir resim baken qadrli qarindoshlar, psixologik urush to'g'riliq shu resimni kirgizib qo'yapti. Birinchi ko'ngilni programmalash. Bir qism o'qirmanlar ko'ngilni programmalashning nima ekanligini biladi. Ya'ni men o'zimning 2008 yili 1-noyabr kuni to'rlarga chiqargan Uyg'urlar dut emas, aqlliq degan maqolamda bu hukmni qisqacha tunishtirgan bo'lib, munosabatlik mazmun mundaq edi. Naql boshlanadi. Tarixda Hindistonning Udipur degan yerida mundaq bir voqea bo'lgan. Düşmanlar bu joyga hujum qilib, u yerning podshohini o'ltirib o'tgandan keyin bu podshohning Pannadhay ismli bir xizmatchisi podshohning o'g'lini qutqizib qolgan. Bu bola mökünüp yurib cho'ng bo'lib, eng oxiri shu joyga podshoh bo'lgan. Uning nimishqa podshoh bo'la olganligini bilamsiz.
Sizce aşı balanın qanida padişahlık var mıdır? Yo'q, hergiz undaq emas. Onun bir padişah bulup terbiyelenip çıkıştaki sebep, haliqi xizmatchi ve onun etrafındaki hamma kishilar u bolaga sen degan bir şahzada, sen chuqum padişah buluşun kerak. Düşmanlar bizning padişahligimizni tartib oldi. Sen cho'ng bo'lganda ulardan chuqum intiqom elishing hamda ularni yengishing kerak deb turgan. İngilizce'de ko'ngilni programmalash degan bir uqum bor. Onu İngiliz tilida mind programming deb ataydi. Mindning ma'nosi ko'ngil, ong, niyat, hush, aql va xiyol degan so'zlarga yaqin bo'lib, program degan so'z pir qilib ishlatilganda bir odamda bir xil xiyolni turg'izib, o odamning xiyolini tuzlab yoki o'zgartib, o'ziga kelgan uchurga nisbatan bir xil alohida inkos qaytaradigan yoki bir xil alohida ish tutadigan qilish degan ma'noni bildiradi. Demak, yuqorqi hikoyadagi bola sen padişah bo'lasan degan gapni davomli anglayverib, onun ko'ngli ashu tariqada programmalangan. Neticede o bala bir başlık yoki harbiy qo'mondon bo'lishni xohlamay, faqatla bir padişah bo'lishni istagan. Hamda ashunda g'oyini amalga oshirish uchun o'z jinini qurbon qilishga tayyor turgan. O'qirmanlarning ichida bundaq misollarni biladiganlar nihoyat ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, bunun yana bir misoli Amerikadagi cho'ng boshning o'g'li kichik boshning prezident bo'lishidir. Uyg'urlar ichida boshliqning balasi boshliq bo'ladi degan so'z keng tarqalgan bo'lib, ashunday bir amaliyotning barliq kelishidagi tub sabablarning birisi ashu ko'ngilni programlashdan iboratdir. Uyg'ur jamiyatida orqa eshik birinchi o'rinda turamdi yoki ko'ngilni programlashmi? Bu savolga o'zingiz javob berib baqing. Odamning as hushi ikki xil bo'ladi. Asosli hush va qo'shimcha hush. İngilizce'de bular conscious and subconscious deb ataladi. Adamning qo'shimcha hushi uning asosli hushining kontrolligi ostida bo'lmaydi. Adamning qo'shimcha hushi uning qachilangan uchurlar asosida mustaqil holda ish elib boradi. Mana bu ko'ngilni programmalashning asosidir. Ya'ni ko'ngilni programmalash deganimiz bir odamning qo'shimcha as hushiga ma'lum uchurlarni qachilab, shu orqali shu odamning ish harakatini o'zgartirish va kontrol qilish deganlikdan iboratdir. Odamning asosli as hushi iskelet boqquchi yoki iskeletchiga qo'shimcha as hushi bo'lsa, bir iskeletga o'xshaydi. İskeletçinin öz aldığı ayrım aqli bo'lmaydi. O iskeletga qachilangan uchur asosida ish olib boradi. Ko'ngilni programmalash deganlik iskeletchiga uqtirmay turib, uchurni iskeletga kirgizib qo'yish deganlikdan iborat. Siz o'z o'zingizga men o'rganishda nihoyat yaxshi dedingiz. Ammo iskeletda boshqa odamlarning sen döt, sen hech ishni boshqa elib chiqolmaysan degan so'zlar saqlangan deb faraz qilaylik. İskeletçi sizning so'zingizni anglab, onu iskeletda saqlangan yuqorqi so'zlar bilan selishtirib, bu uchur xato ekan degan xulosaga keladi. Shuning bilan u bu yangi ijobiy uchurni iskeletga akirib qo'ymay, uni tashlab o'tadi. Mana bu bir odamning ideyasini va ish harakatini o'zgartirishdagi eng tub qiyinchilikdan iboratdir. Yuqorqi va shuningga o'xshash tarixiy hikoyalar shuni ko'rsatdiki, kishilar va bir jamiyat sizning ko'nglingizni programmalaydi. Yuqorqi shahzada bilan qarama-qarshi holda biz uzun vaqtdan buyon unda qilma, tafakkurchilik qilma, saranglik qilma, sen död, sening qo'lingdan hech ish kelmaydi deganda xato uchurlar bilan programmalanib keldik. Bu xil ahvolning bir odam va bir millatga elib keladigan yomon oqibatini bir tasavvur qilib beqing.
Hazır insanlar tarixida tunji qatim sizning o'z ko'nglingizni to'g'ri yo'linishda programmalashingizga imkoniyatga ega qiladigan kuchli texnikalar vujudga keldi. Bu texnikalarning hammasi sizning qo'shimcha as xushingizga bosib kirib, uning ichiga asosliq as xushga uqtirmay turib uchur qachilaydi. Sizning qo'shimcha as xushingizdan iborat bu iskilatingizga har kuni nurg'un uchurlar kirgizilyotidi. Ular qanday uchurlar? Ular sizning ko'nglingizni qaysi yo'nalishda programmalaydi? Birdan ko'zingizni yumib, jim o'ltirib, mushu savollar ustida astoydil o'ylanib beqing. Naql tugidi, qadrli qarindoshlar. O'qiyotganimiz G'oliblarning xarakteri va saboqlari degan kitobdan Tadbiriyay Facebook sin darslaridagi psixologik urushning turlari nomli 4-darsimiz, qadrli qarindoshlar. Şu sizlik ekranda ko'rayotgan kitobning 264-betdagi 2-mazmun ko'ngilni kontrol qilish degan yerga keldik. Ko'ngilni kontrol qilish. Ko'ngilni kontrol qilish söz bilan qoyil qilish va ta'sir ko'rsatish kategoriyasiga kiradigan bo'lib, o kishilarning aqidasi yoki ideyasi bilan ish harakatini yoki ifodasini qanday o'zgartirishni mazmun qilgan bo'ladi. Ta'sir ko'rsatishning o'zimi bir fan bo'lib, men yaqinda mushu fan haqida 2 kun dars oldim. Uning mazmunini men keyincha ayrim tunishtiraman. Ta'sir ko'rsatishning doirasi nihoyatda keng bo'lib, onun bir kutubida kişilerge ve ularning huquqlariga hürmet qiladigan axloqliq ve hürmetga sazovor ta'sir ko'rsatishlar bor. Mening yaqinda o'qiganim ana shu jihatdagi ta'sir ko'rsatuvchilar haqida. Ta'sir ko'rsatishning yana bir kutubida buzg'unchilik xarakteriga ega ta'sir ko'rsatish bor bo'lib, uning maqsadi kishilarning kimligini, mustaqilligini hamda ularning tanqidiy yoki logikalik o'ylash qobiliyatini vayron qilib yo'qotish bo'ladi. Buzg'unchilik xarakteriga ega xurofot guruhlar va mazhablarning yetakchilari qiladigan ishlar ana shunday ta'sir ko'rsatkichlar kiradi. Undaq guruhlarning o'zgartuvchilari aldamchilik va ko'ngilni kontrol qilish taktikalarini qo'llanib, a'zolarining ojizliklari va ortiqchiliklaridan foydalanib, o'zlarining ehtiyojlari va orzularini qondirdi. Yuqoridagi ikki qutbning o'ttirisiga to'g'ri keladigan ko'ngilni kontrol qilish ishlari nihoyat ko'p. Uning biri bir guruh kishilar yoki doiralar bir ta'sir ko'rsatish sistemasi orqali bir odamni uning kimligidan iborat eng yadroliq yeridan boshlab butunlay buzib, ya'ni uning qimmat qarashi, aqidasi, yaxshi ko'radigan narsalari, qarorlari, ish harakatlari ve kişilik münasebetleri qatorliqlarni butunlay buzib tashlab, onunda bir yasalma kimlik yoki yasalma kishilik xarakterini vujudga keltirdi. Ba'zilarning qarashicha, ko'ngilni kontrol qilish deganimiz bir hukumatning xodimlari yoki o'rinlarining shaxsiylarni yoki bir kollektivning tanlash va ish harakat erkinligini kontrol qilib, shu orqali ularning tushunchasi, birer ishni qilishdagi harakatlantiruvchi kuchi, yaqinlari bilan bo'lgan munosabati, ishlarni tushunish iqtidori va ish harakat natijalarini o'zgartirish yoki buzib o'tishdan iborat bo'lib, hamma kishining ashundoq bir jarayonning obyekti bo'lib qolish ehtimolligi bor bo'ladi. Boshqalarning ko'nglini kontrol qilguvchilar so'zlarni va gruppa besimini nihoyat ustalik bilan o'rinlashtirib, o'z a'zolarini o'ziga tayanmasa bo'lmaydigan qilib qo'yib, ondan o'z a'zolarining har xil ishlardagi qarorlarini o'zgartuvchilar o'zlari chiqarib beradi. Ammo u o'zgartuvchilarning ergashuvchilari bo'lsa, o'zlarining ashunda kontrol qilinayotganligini sezmay, o'zlarini mustaqil ish olib berayotgan ve öz işleri to'g'risida o'zlari qaror chiqaradigan erkinlikka ega kishilar deb hisoblaydi. Ya'ni ko'nglining kontrol qilinishiga duch kelgan kishilar
özleri qabul qilayotgan ta'sirlarni va ular özlerida keltirib chiqarayotgan o'zgarishlarni sezmaydi. Ko'ngilni kontrol qilish uzun muddat ichida obyektlarga to'ydirmay az-azdan elib boradigan ish bo'lib, ko'ngli kontrol qilinayotgan kishilar ashundaq bir ishning bo'layotganligini asosan sezmaydi. Bu jarayon ketadigan vaqtning uzunligi ishlatilgan usul, ashu usulning va boshqa ijtimoiy va kishilik omillarga bog'liq bo'ladi. Ko'ngilni kontrol qilishda ma'lum kuchlar ishga solingan bo'lib, ular ba'zida jismoniy kuch, ba'zida bo'lsa undaq emas bo'ladi. Ammo u kuchlar chuqur psixologik kuch, ijtimoiy kuch va ijtimoiy besimlarni o'z ichiga oladi. Ko'ngilni kontrol qiluvchilar ba'zida o'z qilmishlarini niqoblash uchun hech kim sening beshingga nagan tanglimidi deydi. Ko'ngilni kontrol qilish ishidan bexabar kishilar bundoq so'zlarga raddiya berolmaydi. Undaq kishilar o'z qarorlarimni men o'zim chiqardim, uni menga boshqa biri chiqarib bermadi deb o'ylaydi. Biz o'zimiz chiqargan qarorlar nihoyat kuchli va ularning ta'siri bek uzunga suzilgan bo'lg'achqa, ko'ngilni kontrol qiluvchilar yuqoridagi so'zlar bilan ziyonkashlikka uchraguvchilarga o'zining qarorini o'zi chiqargan tuyg'uni berishga eng zo'r darajada tirishadi. Qadrli qarindoshlar, tadbiriyay Facebook sindarislarida psixologik urushning turlari nomli mazmunni Erkin Sidiq yozmalari 5-qism kitobi g'oliblarning xarakteri va saboqlaridan birlikda o'rganyapmiz. 3. Mingini yuyish. Jinoyatchi yoki urush asiri bo'lib qilib turmaga kirib, turmada bir mezgil yashab chiqqan kishilarning ko'pinchisi turmadagi vaqtida o'xshamagan darajadagi mingini yuyish jarayonini o'z beshidan o'tkazadi. Shunga ular ko'pincha hollarda turmadan boshqa bir odam bo'lib yoki turmaga kirishdan burungi qat'iy o'xshamaydigan bir odam bo'lib chiqadi. Mingini yuyish bilan ko'ngilni kontrol qilish bir oz o'xshab ketadigan bo'lib, ba'zilarning qarashicha bu ikkisining bir farqi, mingini yuyish jarayoniga duch kelgan kishilar o'zining mingisini yuyayotgan tarafning bir dushman ekanligini biladi. Masalan, urush asirlari. Ular o'zlarining hayotini saqlab qolish qilolmasligi, o'zlarining ideya sistemasini o'zgartirish ekanligini biladi. Ular odatda qilmaydigan ishlarni jismoniy kuchning besimi bilan majburiy qiladi. Ammo bundaq odamlar dushman qo'lidan qutulgandan keyin o'z beshidan o'tkazgan mingini yuyish jarayonlarining ta'sirimi yo'qolib ketadi. Ko'ngilni kontrol qilish jarayoni uzun va murakkab bo'ladi. Ko'ngilni kontrol qiluvchilar yoki ziyonkashlik uchirg'uvchilar ko'ngilni kontrol qiluvchilarni o'zlarining do'sti yoki muallimi deb hisoblaydi. Shunlashqa undaq ziyonkashlik uchirg'uvchilar o'zini qo'g'dash uchun harakat qilmaydi. Ba'zilar bo'lsa kontrol qiluvchilarning ashundaq qilishida ma'lum sabab bor deb qarab, ashundaq jarayonga o'z roziligi bilan qatnashib, kontrol qiluvchiga ba'zi xususiy uchurlarni berdi. Kontrol qiluvchi bo'lsa, undaq uchurlardan ziyonkashlikka uchraguvchilarga texmi zo'r ziyon yetkazadigan tariqada foydalanib, ularning ko'nglini kontrol qilishni davomlashtirdi. Shuning uchun ko'ngilni kontrol qilish mingini yuyish yoki jismoniy jihatdan majburlash qaraganda texmi xatarlik bo'ladi. Boshqa qilib aytsak, ko'ngilni kontrol qilish qiynash, jismoniy jihatdan xorlash va dur yegizish qaraganda texmi yaxshi unum bera oladi. Undaq bo'lishdagi sabab majburlash boshqalarning ifodasini o'zgartira oladi. Ammo majburiy qoyil qilish yoki ko'ngilni kontrol qilish bo'lsa, boshqalarning pozitsiyasi bilan ish harakatining har ikkisini o'zgartirdi. Ziyonkashlikka uchraguvchilarmi ko'ngilni kontrol qilish o'zlari uchun foydali deb o'ylab, o jarayonga xushallik va aktivlik bilan qatnashadi. Qadrli qarindoshlar,
G'oliblarning xarakteri ve saboqlari nomli kitobdan Tadbiriyay Facebook sindirslari 4. dersimizde psixologik urushning turlarini o'rganib kelyapmiz. 4-si xurofotlik orqali ko'ngilni kontrol qilish. 267-bet. Men yuqorida odatdagi ko'ngilni kontrol qilish uqumi ustida ozroq tushuncha berdim. Onundan başqa xurofotlik orqali ko'ngilni kontrol qilish degan yana bir uqumi bor bo'lib, bu vaqt yozilgan ingliz kitoblar oz emas. Undaq bo'lishdagi sabab, gerçi Uyg'urlarda xurofot guruhlariga kiradigan tashkilotlar asosan mavjud bo'lmasa-mu, Amerikada bor bo'lgan xurofot guruhlarining soni 3000 dan oshadi. Ya'ni Amerika bir erkin davlat bo'lg'achqa, ashunda xurofot guruhlar erkin holda mavjud bo'lib turaveradi. Xurofot guruhlar ishlatilgan bir yurish ko'ngilni kontrol qilish usullari bor bo'lib, o usullarning bir qismini undaq guruhlarga tava bo'lmagan kishilarni uchratib turdiganligi bir paket. Shunlashqa men bu haqda qisqacha to'xtalaman. Yozuvchi Steven Hassan bir buzg'unchi xurofot guruhining sobiq a'zosi bo'lib, uning o'z oldiga bir 4 nuqtalik ko'ngilni kontrol qilish sistemasi bor bo'lgan. Steven xurofotlik orqali ko'ngilni kontrol qilish haqida bir kitob yozgan bo'lib, uning da o'zining usulini mundaq deb xulosalagan. Xatarlik xurofot guruhlar o'z a'zolarining birinchi ish harakati, ikkinchi hissiyoti, uchinchi ideyasini kontrol qilish hamda o'z a'zolariga sirtni yetib keladigan uchurlar bu 4-omilni qattiq kontrol qilish orqali o'zlarining ta'sir kuchini kuchaytirib, o'z a'zolarining kimligini o'zgartirdi. Yozuvchi Margaret Singer o'zi yozgan bir kitobda o'zining 6 nuqtalik sistemasini tunishtirdi. Birinchi, kishilar o'zlarini kontrol qilayotgan bir sistemaning mavjudligini bilmaydi. Ikkinchi, ularning vaqti va yashash muhiti butunlay kontrol qilinadi. Uchinchi, ular qo'rqinchoq va boshqalarga uylanmasi yasholmaydigan kishilarga o'zgartiriladi. To'rtinchi, ularning burunqi ish harakatlari va pozitsiyalari butunlay bostirib qo'yiladi. Beshinchi, ularda yangi ifodalar va yangi pozitsiyalar barpo qilinadi. Oltinchi, ular bir logikasi butunlay yushiringan yangi e'tiqodga ishonadigan qilinadi. Psixologik urushning turlari 5-si ruhiy islohot. Men ba'zi kishilar bilan paranglish jarayonida buningdan 15-20 yillar burun dunyoning ba'zi joylarida bir millat yana bir millatni assimilyatsiya qilib yo'qotib o'tish uchun intayin qattiq va maxfiy planlar orqali ruhiy islohot programmasini boshlaganligini angladim. Bundaq programmalar nihoyat murakkab bo'lib, ashu ishlarni qildiganlar bu programmada hatto yangidan tug'ilgan bovoqlarni qo'rqinchoq odamlardan bo'lib tug'ildirish uchun Kurskida bolaları bar çaşqan üstünmü maxsus tajriba tadqiqotlarni elib bordi ekan. Qursaqdagi bolaga ta'sir ko'rsatib, onu bir qo'rqinchoq odam qilib tug'dirish bir qism ilmiy asosga ega bo'lib, men o'zimning balangizga to'g'ri kuying 3-maqolada degan maqolasida bu jihatda ozroq to'xtalgan edim. Naql. Bola elish mezgilida turayotgan bir jup yosh özünün ata-anasının ve onundan burunqi ecdatlarının yaxşı amallarını əslash orqali öz ko'ngilini sağlam voqealar bilan ruhlandıra olaydi. Bu hargizmi vaqtli ko'ngil echish uchun emas, balki yangi to'y qilgan bir jup yosh bu ishni öz oilasiga varis qildigan farzandga erishish uchun ashundoq qiladi. Siz ashundoq bir yigit bo'lsangiz, ayolingizning qurushqida qoladigan bolaning ruhi sağlam bir bola bo'lishni yaratquchimizdan tilang. Ayolınız bu şundaq qilsin. Siz bu ishni hozir o'z ko'nglingizda bir yaxshi ruhiy holat barpo qilish, andin keyincha uni bolangizga o'tkazib berish uchun qilasiz. Har qatim ko'nglingiz perishon bo'lganda yoki hissiyotingiz bir xil shahvatparastlik, xopchilik, xam xiyol yoki chiriklik bilan to'lganda jupingiz bilan jinsiy munosabat qilmang. Xato ko'ngil cho'qim xato natija paydo qiladi. Burunqi zamonlarda
Kişilerde erinin yoki ayolning tug'ilgan kunida, ota-onasi o'lib ketgan kunlarda, ayol odat ko'rgan yoki boshqa biror kasallik giribdor bo'lgan kunlarda jinsiy munosabat qilmaslik qoidalari mavjud edi. Undaq bo'lishidagi sabab undaq kunlarda ayol ikkilarning jinsiy munosabatga butun zehnini yig'olmasligidir. Burungi zamonlarda cho'nglar bu qoidaga alohida diqqat qilgan bo'lib, uni hozir davomlashtirishga qoidaga alohida diqqat qilgan bo'lib, uni hozirmi davomlashtirishga tirishishimiz kerak. Ashunda qilish jamiyatning texnik nacharlashib ketishining istiqbolini ega qiladi. Ayolning homildorlik mezgili uning uchun va uning oilasi uchun bir nihoyat qimmatli ish yuz berayotgan mezgil bo'lib hisoblanadi. Shuningdek bu mezgilda bir qism qoida tuzum bo'yicha ish qilish kerak. Ananing bir yaxshi va sog'lom badanining bo'lishi uchun maslahat berish bir tibbiy doktorning majburiyati. Ananing badani yaxshi va sog'lom bo'lganda, uning quruskidagi bolami sog'lom bo'la oladi. Ana bo'lgan kishi o'zi yeydigan yemeklarga alohida diqqat qilish kerak. Chunki qursak ko'tarayotgan ayol ikki jonning hayotini ko'chirayotgan bo'ladi. Agar ananing ishlari o'ngishli bo'ldi ekan, her ikki jonning ishlarimi o'ngishli bo'ladi. Agar ana ojizlaydi ekan, her ikki jon ojizlaydi. Naql tugudi. Ruhiy isloh sohasida eng nufuzga ega kishilarning biri Amerikadagi Harvard Universiteti tibbiy davolash institutining professori doktor Robert Lifton bo'lib, u kishi bu sohadagi tadqiqotini 1953 yili boshlagan. U Koreya urushida Jungu hukumatining qo'liga asir bo'lib tushib qilib, Jungu turmusida ko'p yil yetib, keyin qo'yib berilgan Amerika askarlaridan 25 kishi. Shundaqla Jungu oliy maktablarida qattiq ideviy tarbiyani boshdan o'tkazib, keyin Amerikaga qochib kelgan 15 jungulik bilan ko'p qatim suhbat o'tkazib, shu asosda ideya islohoti va hokim mutlaqlik psixologiyasi degan kitobni yozib chiqqan. Bu kitob tunji qatim 1961-yili besilgan bo'lib, uningdan keyin yana bir qancha qatim qaytalab nashr qilingan. Hozir Amerikadagi ko'plagan oliy maktablar bu kitobni bir darslik sifatida ishlatyapti. Doktor Robert Lifton ashu kitobda o'tirib qo'ygan ideya islohotining 8 o'lchimi mundaq. Qadrli Facebook'dagi qarindoshlarim, Tadbiriyay Facebook sin darslari 4-bölümdə Erkinlik yazmaları 5-qism kitapның g'oliblarning xarakteri va saboqlari nomli kitapның psixologik urushning turlari degan mazmunni birlikda o'rganyapmiz. 5-chi kichik mazmun ruhiy islohotningki davomi. Doktor Robert Lifton ashu kitobda o'tirib qo'ygan ideya islohotining 8 o'lchimi mundaq. 1. Muhitni kontrol qilish. Bu oldi bilan bir odam yashayotgan muhitdagi uchurlar bilan aloqalarni kontrol qilib, eng oxirida shu odamning o'zini kontrol qilishni, shu orqali u odamni butun jamiyatdan ayirib etishni o'z ichiga oladi. 2. O'zgartiruvchi bir odamning hamma ishlarini kontrol qiladi. Ammo u o'zgartiruvchida hiliqi ishlar o'zligidan yuz berayotgandek tuyg'uni paydo qiladi. Shuning bilan o'zgartuvchi o'zini bir xil ilohiy nufuz, ruhiy ortiqchilik, ba'zi alohida iqtidor yoki ba'zi alohida talantlarga ega kishidek ko'rsatib, voqealarni, muqaddas kitoblardagi mazmunlarni va sarguzashtlarni o'z xohishi bo'yicha tushundirsa, haliqi o'zgartiruvchi shu bo'yicha qabul qiladigan bir xil ahvolni vujudga keltirdi. 3. Poklikni talab qilish. O'zgartiruvchiga bu dunyoni bir nihoyat oddiy narsa qilib tushundirdi. Hamda o'zgartiruvchining ideologiyasi bo'yicha ish ko'rishga, shu orqali poklikni qo'lga keltirishga undaydi. O'zgartuvchi bu yerda o'zgartiruvchini gunohkor va nomussiz odam qilib ayblashdan iborat bir kontrol qilish usulini ko'p qo'llanadi. 4. Iqror qildirish. O'zgartiruvchi o'zgartuvchi oldida
öz gunohlarini iqror qilishga majburlanadi. O'zgartiruvchining deganlari boshqalardan maxfiy tutilmaydi. O'zgartiruvchining gunohlari, pozitsiyalari va xatoliklarini xohlagancha muzokara qiladi va ulardan foydalanadi. 5. Muqaddas fan. O'zgartuvchi tava bo'lgan guruhning ta'limoti yoki ideologiyasi hech qanday gumon qilishga bo'lmaydigan darajadagi eng muqaddas haqiqat deb qaraladi. O haqiqat o'zgartuvchi tava bo'lgan guruhning sirtida tepilmaydi. O'zgartuvchi Xudoga yoki butun insoniyatga vakillik qilib so'z qilguvchi bo'lib, u barliq tanqidlardan ustun turadi. 6. Til jihatda o'yin o'ynash. O'zgartuvchi so'z iboralarini sirtqi dunyo tushunmaydigan shaklda yangicha tushundiradi yoki yangi usul bo'yicha ishlatadi. Bu usul kishilarning ideyasini bo'g'itadigan safsatalarni o'z ichiga oladigan bo'lib, u o'zgartilguchining o'ylash jarayonini o'zgartib, o'zgartuvchi orzu qilgandek o'ylaydigan qilib qo'ydi. 7. O'zgartilguchiga qaratilgan ta'limot. O'zgartilguchining shaxsiy sarguzashtlari muqaddas fanga bo'ysundirilib, muqaddas fanga qarama-qarshi keladigan sarguzashtlarning hammasi man'i qilinadi. Yoki bo'lmasa o'zgartuvchi tava bo'lgan guruhning ideologiyasiga uyg'un keladigan qilib qaytadan tushundirildi. 8. Mavjud bo'lish huquqini taqsim qilish. O'zgartuvchi tava bo'lgan guruhning kim yashab, kimning yashamaydiganligini belgilaydigan huquqi bor bo'ladi. O'zgartuvchi tava bo'lgan guruhning sirtidagi kishilar qutqizilmaydi, yaklanmaydi, sezmas holatga keltirildi va o'zgartuvchining guruhining ideologiyasi qabul qildirildi. Agar bir o'zgartuvchi guruhiga qo'shilmaydi ekan yoki u guruhni tanqidlaydi ekan, u o'zgartuvchining guruhi tarafidan tashlab etildi. Shunlarga tashqi dunyoning hech qanday nufuzi bo'lmaydi. O'zgartuvchining guruhidagi biror a'zo bu guruhdan ayrilib chiqib ketadi ekan, umi tashlab etiladi. Yuqoridagi 8 nuqtani madaniyat zo'r inqilobiy mezgildagi ishlar bilan selishtirib beqing. Qadrli Facebook'dagi qarindoshlar, tadbiriyay Facebook sindarislarida psixologik urushning turlari degan mazmunni birlikda o'rganyapmiz. Ekranda ko'rinayotgan Erkin Sidiq yozmalari 5-qism g'oliblarning xarakteri va saboqlari nomli kitobning 272-betga keldik. 6. Psixologik terrorlik. Ba'zi ellar o'z xalqini idora qilishda eng ko'p qo'llanadigan taktikalarning biri psixologiyalik terrorlikdan iborat. Bu usulni qo'llanganda siz terrorizm taktikasidan foydalanib, shu vaqtdagi amaliyotga uyg'un kelmaydigan yoki nihoyat yuqori darajada ko'ptirib etilgan bir xil qo'rqinchli atmosferani vujudga keltirasiz. Har qatim biror zo'ravonlik voqeasi yuz berganda, u voqeani keng doirada kuchab tashviq qilish psixologik terrorlik harakatining bir qismi bo'ladi. Psixologik terrorlikni o'limga erishtirishning har xil usullari bor. Masalan, siz elib bargan terrorlikning ko'lamiga tayinish, siz nishon qilgan odamlarning simvollik aloyiligidan foydalanish va yoki bir odam ustidan elib berilgan vahshiylik. Bu jihatda sizning nima ish qilganligingiz muhim emas. Muhimi siz o'zingiz qilgan ishni qanday tashviq qilganligingiz bo'ladi. Masalan, o'lim jazosi berilgan kishilarni usti ochiq mashinalarga besib, odam qaynoq ko'chalarda sazoyi qilish. Psixologik terrorlikdan haqiqiy terrorchilarmi ko'p foydalanadi. Masalan, hozirgi eng ishonchli mo'ljallarga asoslanganda Iroq islom davlatining askarlarining soni 20 mingdan oshmaydi. Ammo ular yuziga maska taqib urush qilayotgan ko'rinishlarni, odamlarni miltiq bilan etib o'ltirgan ko'rinishlarni va odamlarni pichoq bilan bo'g'izlagan ko'rinishlarni to'rda nihoyat ko'p tarqatdi. Shuning bilan ular ishning tegi-taksini yaxshi bilmaydigan kishilarda Iroq islom davlatining necha 100 million askari bordek, ular hozir butun dunyoni egallab ketayotgandek tuyg'u paydo qiladi. Psixologik urushda bir odamni pichoq bilan bo'g'izlab o'ltirish kishilarda biror ming odamni o'ltirgandek ta'sir paydo qiladi.
xuddi shuningga o'xshash o'lim jazosi berilgan 10 odamni mashinaga besib sizoyi qilish 10 ming odamga o'lim jazosi bergandek ta'sir paydo qila olishi mumkin. Siz 10 odamga o'lim jazosi berish bilan bir xalqqa unchvola cho'ng ziyon sololmaysiz. Ammo qo'rqinchliq, vahima va terrorlik paydo qilish, shu orqali hamma odamlarni azoblab, ularni irodasizlantirish jihatda siz nihoyat yuqori unumga erisha olasiz. Yettinchi, nervi tili orqali ko'ngilni programmalash. Nervi tili orqali ko'ngilni programmalash hozir dunyoda eng ko'p tarqalgan ko'ngilni kontrol qilish usuli bo'lib, uningdan e'lon shirkatlari, siyosatchilar va taratqu muxbirlar qatorliq nurg'un sohadagi kishilar foydalanadi. Nervi tili orqali ko'ngilni programmalash NLP, Neuro Linguistic Programming usulini Richard Bandler bilan John Grinder birlikda 1970-yillarda ijod qilgan. U chaqda Bandler Kaliforniya universiteti Santa Cruz tarmoqida kompyuter ilmi kasbining aspirantlik o'quvchisi bo'lib, Grinder bo'lsa ash maktabda muavin professor edi. O professor bo'lishdan burun Amerika alayida harbiy qismining kapitani bo'lib ishlagan. Xuddi kompyuter programlash tili bar bo'lganidek, bu ikkilan psixologik programlash tili ishlab chiqish yo'lida izlanib, oxiri hozirgi nervi tili orqali ko'ngilni programlash usulini kashf qilgan. Bu usulni ishlatganda siz nozik ma'nolarni ko'plagan qavatlarga bo'lib, andın onu egizcha yoki yozma til bilan ifodalab, eng oxirida siz nishon qilgan kishiga to'ydirmay turib, u hukmlarni nishon qilingan odamning yushurun enga taktiblar shaklida qachilaysiz. Shu orqali u odamning ko'nglini kontrol qilasiz. Yuqoridagi hukmlar men o'zimning g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan maqolamda tonishtirgan bir qism hukmlar bilan birdek bo'lib, agar qiziqsangiz, shu maqolani bir qatim o'qib chiqsangiz bo'ladi. Bu ayrim bir kitap qilib nashr qilindi Erkin Sidiq akamizningki. G'arbdagi Allah yuqoridagi pallarda noyis taraffi qilib ketdi. Bizning uyga pat-pat mal sotadigan kishilar keldigan bo'lib, ularni haydab o'tish uchun men har qatim ular bilan 10-20 minut vaqt hapilishiman. Dastlabida ularga tankilanmay, ularni uyga kirib, mahsulotini tunishtirib bo'lgandan keyin, andin uydan haydab chiqarsam, ularning pozitsiyasi biroqla askarlikka o'zgardi. Shuning bilan men bir qancha kun ochiq yutib ketgan vaqtlarim bo'lgan. Voy be. Nervi tili orqali ko'ngilni programlash hozir bir rasmiy fan bo'lib, butun dunyo bo'yicha foydalanayotgan bo'lg'achqa, o psixologik urushni amalga oshirishning bir kuchli quroli bo'lib qolganligini faraz qilmoq tas emas. Nervi tili orqali ko'ngilni programlashning siz tuvandagi 10 xil usul bilan taqobil tura olasiz. Maqolani bek uzun qilib etmaslik uchun men faqat o usullarni qisqacha tizib chiqaman. Birinchi, nihoyat ehtiyotchan bo'lib, boshqalarning sizning badan tilingizni bilib olishning oldini oling. Ikkinchi, sizni kontrol qilmoqchi bo'lgan odam sizga so'zlayotganda siz ko'zingizni ritmsiz holda u yoq bu yoqlarga yo'tkab turing. Uchinchi, sizni kontrol qilmoqchi bo'lgan odamning sizning bir yeringizni tutishiga yo'l qo'ymang. To'rtinchi, mujmal so'zlarga nisbatan bek ehtiyotchan bo'ling. 5. İçingizdagi hamma gaplarni davatishni ehtiyot qiling. 6. Tetiksiz paranglarga ehtiyotchan bo'ling. 7. Yushurun ma'nolarni bilishga tirishing. 8. Diqqatingizni nimaga berayotganligingizni bilib turing. 9. Hech qanday ishga ma'qul bo'lmang. 10. O'zingizdagi hissiy tuyg'uga ishining. Sizni kontrol qilish yuzasini elib berayotgan tashviqotlarga tuvandagi usul bilan taqobil tursangiz bo'ladi. 1.
O təşviqatның məqsədi sizni kontrol qilish ekanligini to'nib yeting. Bütün dünya bo'yicha birdən bir qonunluq urush quroli təşviqatdan iborat bo'lib, onu hökumətlər, şəxsiylər və xüsusi təşkilatlarning hammasi tinchlik davrida qo'lini olaydi. İkinci, təşviqatni pash qiling. Agar imkoniyatingiz yer birdikan, birər təşviqatçını yolg'on so'zlayotgan tutib olasınız, onu pash qilib, bir ishda yolg'onchilik qilgan odam hamma ishda yolg'onchilik qiladi degan prinsip bo'yicha onun nüfuzunu yo'q qiling. Qadrli qarindoshlar, Tadbiriyay Facebook sin darslarida Erkin Sadiq akamizningki tadbir nashriyat tarafidan nashr qilingan 5-qism kitobi g'oliblarning xarakteri va savoqlari degan mazmunni, ya'ni psixologik urushning turlarini birlikda o'rganib o'tdik. Qadrli qarindoshlarim, bu yerda 7 xil usulni, turni birlikda o'rganib o'tibmiz. Bularni qisqacha yig'inchaqlaganda, birinchi ko'ngilni programmalash, ikkinchi ko'ngilni kontrol qilish, uchinchi mingni yuyish, to'rtinchi xurofotlik orqali ko'ngilni kontrol qilish, beshinchi ruhiy islohot, oltinchi mazmun bo'lsa psixologik terrorlik, yettinchisi nervi tili orqali ko'ngilni programmalash, NLP degan mazmunlarni birlikda o'rganib o'tdik. Qadrli qarindoshlar, hozir kamgacha 41 minut o'tibdi. Bunun burunqi darslarini men yuqorida shu videoningki ostida berib o'tdim. Miyagimo chaplab qo'yay. Qadrli qarindoshlar, meshadimmo ko'rib olsanglar bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, anda bo'lsa Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Yana bir darsimizda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi